Mashalloh, buni qaranglar, eng zo'r sovg'a bo'lsa kerak. Kis va ya'ni Ka'ba po'sh yaqin insonimiz uchun hadiyaga olyapmiz. Sizlarga foydali bo'lsin deb dengiz misol bilan birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab, Esengi davlat bo'ylab dastaka qilib berasizlar. Birinchi qo'limiz. Bu nima deb yozilgan bu yerga? Bu Allohu akbar deb yozilgan. Qayerda turadi bu Ka'bani? Shu hamma Hajarul Aswadni bismillah Allohu akbar deydi. Ana o'shaning burchagida turadi, tepasida. Tepada. Ha, terib qo'ygani hammasi bir xil o'sha yerda. Mashalloh. Yana ochaylik, qarang, yaqinroq ko'rsating. Bu qanaqa? Bu qayerda turadi? Xo'p. Bu Ka'baning 4 ta burchagida 3 tadan 2 tadan joylashtirilgan. Xo'p. Rahmanur Rohim deb yozilgan bunga. Bu ham. Endi bulardan bitta ko'ringlar. Bismillah. Bu qayerda turadi? Bu ham xuddi shunaqa. Ha, narigi bilan bir xil. Ko'proq Hayyul Qayyum deb yozilgan lekin bunga. Masalan, bungachi? Bu Allohu Robbul Alamin deb yozilgan, 4 ta burchagidan bittadan qo'yilgan, o'rtasida turadi. Shunday chiroyli bo'ladi. Bugun biz Makka shahridamiz. Bugun 21-aprel. Kimda kim mana shunaqa sovg'ani hadya uchun olmoqchi bo'lsa, onajonisi uchun, yaqin inson uchun dastaka qilib berasizlar. Buni kichkinalari ham bo'ladimi? Buni kichkinalari ham bo'ladi albatta. Kattalari ham. Qoralari, kattalari shunga o'xshash. Eng qizig'i mana bittasi Xudo xolasa sizga hadya. Mashalloh. Bizga bo'ldi. Eng yaqin odamingizga inshaalloh olib borib hadya qilasiz. Azizlar, kerak bo'ladigan bo'lsa, Instagrami bilan nomeringiz bor, telefon Mana shu nomer qoldirib qo'yamiz, Telegramdan qoldiramiz. Telegramdan aloqa qilsanglar, narxlar bo'yicha gaplashib olsanglar bo'ladi.